Burun mesela net cinavet dedim. Ma kandırmay köp, kan kuyak, İgizlik anla vakan çağda ma iğirlik anla bek işip ketken. Jigen sıkaplı vakan tutkalla. Toxtumay börekning darısı, bahning darısı dep edimning mingisi bir ağıtma sağlı. Bu kandırmay köp, kan kuyak, yürek mingidagi tosalgı iğir bo'lgan adamlar oldi bilan qondagi mayni eritib, jigardagi haroratni pasaytib, qonni tatliq suzuk shilik holatiga akilib, badan ig'irligini tushirib bo'lgandan keyin undan keyin börekni to'g'risini ham sizlar nima to'g'ri yeysanglar, dal joyiga bordi. Biz ko'zlagan maqsad shu vaqtga yetkazib bu qandinmay ko'p, qon quyuq, jigarning issiq eshib ketgan, uzanning ig'irligi semizligi yuqurlab ketgan chog'da yana menda bah ojizi qo'ydi doktor. Ay, börekni to'g'ri qilsam bitta. Demak, bu qilganning foydasi yo'q. Foydasi yo'q uni. Chunki badanni quvvatlayotgan, börekni kuchlantiradigan bunday dorilar berib ashi jigardan turib qoldi. Taqt bermaydi jigar. Şuna Uyghur tibbiyot dorilarini ichida, mushu bahni kuchlantiradigan dorilarni ichida faqat va faqat qunduz qahvi degan bir xillam dori bevosita börekka bora oladi. Qolgan dorilar börekka bevosita bora olmaydi. Şunu siz yegan tiyiplarning dorisininki ba'zilari vaqtliq manfaat qiladi. Yoki bo'lmasa ba'zilari çok manfaatini ko'rmaysiz. Anda olsa nemishqa bu tibbiyotning bahni kuchlantiradigan dorilar nima uchun yaxshi tatmaydi? Nima uchun manfaat qilmaydi? Balkim sizningki shu oshqozon ojizligingiz, uchayning sumilish yaxshi bo'lmasligi, jigarning ziyodatbek issiq eshib ketish yoki bo'lmasa qonni qo'yib olish sababidan, qon tomirlariningki rabon bo'lmasligi sababidan siz börekka qarta, baqqa qarta yegan dorilaringiz balkim bevosita börekka borolmay, shu sababdan bah ojizga kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Şuna nuqul halda bevosita börek yoki bahni kuchlantirishni o'ylashmay, oldi bilan uzandagi qonda may bor yo'qligini, qon quyuqligini, uzanning egizligini bo'lgan chog'da ig'irligini eshib ketmaganligini o'ylash bo'lgandan keyin, uningdan keyin andin bahqa oid dorilarni istifoq qilsanglar degan umid